Barda balon zormi, kayfiyati yaxshimi, tinchmi do'stim? Bardan baquvvat, ya yengilmi? Ashna bulam Janob otam Malayziyadan qolishmaydi. Ko'ryapsanmi? Hamma joyda yangi yil tayyorgarligi boshqasi. Men endi sekin mana suvdan ichaman-da. Sport kompleksiga boraman. Endi o'rganganmiz badan tarbiyaga. Shuning uchun shoir aytgan edik. O'zing uchun yashaydi ekanda, umring tugab qolar ekanda deydi. Quyoshni bilan o'zimiz uchun yashaylik. Mana bola chaqani uylantirdik, joylantirdik. Uyli joyli qildik. Endi mana shunday qilib ya davolanishda, ya sanatoriyada, senga o'sha Malayziyada, Singapur nasib bo'lsa oyoqlarim sal to'g'rilib joyiga kelib olsin nasib niyat qilib yuribman. Xudo xohlasa. Kelining bilan qizimni olib bir umraga bir borib, Farhod hoji, Qurbon hoji, Chora hojilar borgan joylarga bir ziyorat qilib kelamiz. Ya oshna dahshat hammasi deyapman. Ertalab yuraman. Hozir bu yerda suv bor. Hozir suvni ichgan boryapman. Yaxshi kayfiyat oshna senga. Sog'lik, omonlik, zerikma.